G'arbning Xitoyni 3 qitim qo'rshovga elishi. Avtori Mavlon Yasin. 1. Xitoy 1950-yillarda tunji qitim dunyo muasiriga uchirdi. O qitimqi embargo harbiy xarakterlik. Buning sababi Xitoyning Shimoliy Koreya bilan birlashib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'tirof qilgan mustaqil davlat Janubiy Koreyaga tajovuz qilib kirishidan kelib chiqqan. Xitoy bilan Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreyaga qilgan harbiy tajovuzchiligiga inkos qaytarish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 16 davlatning harbiy kuchi va 5 davlatning davolash kuchini birlashtirib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti armiyasini tashkillashga huquq berdi. Buning orqali Janubiy Koreyaga Xitoy bilan Shimoliy Koreyaning qurolli kuchini chekindirishga hamda Koreya yarim oroli rayonining tinchligini asliga keltirishda zarur bo'lgan harbiy va moddiy yordam bilan ta'minladi. Bu urushda 36 ming amerikalik o'lib, 150 ming kishi ma'lum darajada meyib oldi. 600 ming Xitoy o'lib, 400 ming Xitoy ma'lum darajada meyib oldi. 3 ming turk askari va boshqa davlatning odamlari o'ldi. Bu Amerika tarixi uchun cho'ng urush bo'lib hisoblanadi. Bu urushda ikki taraf aniq g'alabaga erishamidi deb qaraldi. Kommunistlar maqsadiga yetolmadi. Bu so'g'uq urushning texmi kaskinlashishiga to'kpi qo'shdi. Shuningdan keyin Xitoy 20 necha yil erkin dunyoning embargo siyosatining ta'sirida yashadi. Bu embargo 70-yilning oxirida Xitoy bilan Amerika diplomat munosabat o'rnatgandan keyin tadrijiy bekor qilindi. 2. Xitoy 1989-yili ikkinchi qitimliq dunyo muasiriga uchirdi. Bu qitimqi embargo iqtisod xarakterlik bo'lib, u chaqda Xitoy islohot va echib etishning ikkinchi 10 yiliga qadam qo'ygan, iqtisodiy hayotiy kuchi namoyon bo'lishga boshlagan, davlat kuchi oldingi 40 yildagi har qanday davrdan ko'p eshib ketgan bir vaqt edi. 1989-yili 6-oyning 4-kuni Xitoy dala urush qismlarini safarbar qilib, Tiananmen, Guangchang va Chang'anjida tinchlik bilan namoyish qilayotgan o'quvchi va fuqarolarni qonliq bostirdi. Bu voqea chet ellarda 4-iyun Tiananmen maydoni qirg'inchiligi deb ataladi. Voqeadan keyin nurg'un taraqqiy topgan davlatlar Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabat va yordamni uzdi. Bu iqtisodiy jazo uzun yil davomlashdi. 2001-yili 11-oyda Xitoy Dunyo savdo tashkilotiga kirish oldida butunlay bu jazo bekor qilindi. Prezident Bill Clinton 2000-yili parlamentning Amerika-Xitoy savdo kelishimi va Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga kirishini tasdiqlashini ilgari surdi. Bill Clinton Xitoy bilan texmi ko'p savdo munosabati o'rnatish Amerikaning iqtisodiy manfaatini ilgari surdi dedi. Xitoyning taraqqiyoti Bill Clintonning Amerikaning va G'arbning Xitoyga bo'lgan mo'ljallanishini inkor qildi. 3. Xitoy 2017-yildan boshlab 3-qitimliq dunyo muasirasiga uchirdi. Bu qitimqi embargo iqtisod, diplomat va harbiy xarakterlik. Xitoy dunyo tashkilotiga kirgandan keyin iqtisodiy jihatdan mislsiz harakatlantirgich kuchga erishdi. Xitoy virus tarqatishdan burun 2008-yili dunyo pul muomala krizisidan keyingi dunyo pishiqlab ishlash zavodi va dunyo iqtisodining motori deb qaralib kelgan. Dunyodagi barliq davlatlar Xitoy bozori va bu zo'r bozor elib kelgan fursatni qo'ldan berib qo'yishni xohlamadi. Xitoyning xalqaroga texmi ko'p qatnashishi Xitoy iqtisodiy taraqqiyotini texmi tezlatdi. Xitoy bu taraqqiyot afzalligini o'z oldiga dunyoni idora qiladigan iqtisodiy boylik va dunyoga tahdid soladigan siyosiy qurolga aylantirdi. Bilim-mulk jihatda Xitoy chet el mablag'idagi korxonalarni texnika o'tinib berishga majburlashdan boshlab, qadam-qadam ilgirlab, bevosita texnikalik asli ishlab chiqargan davlatlarda o'g'irlik qilishga boshladi. Xalqaro savdo jihatda xalqaro mezonga xohlagancha buzg'unchilik qilib, savdo hamrohlarga xohlagancha savdo jazosi qo'llandi. Xalqaro aloqada hamkorlashgan davlat va apparatlarni
Xitoy bekitgan turli siyosiy qizil siziqlarni qabul qilishga majburladi. İnsan huquqi jihatda Sharqi Turkiston, Tibet, Hong Kong va Xitoy hukmronligidagi xalqning erkinligini xohlagancha deb sanda qildi. Xitoy o'zining g'oyat zo'r bozorini yemchi qilib, dunyoni nurg'un sohalarda Xitoyga bosh egishga majbur qildi. Lekin Xitoyning o'ylab boqmagan yeri shuki, dunyo Xitoyga bo'lgan bezorligi va qarishligi boshlanib ketdi. Xalqarada Xitoyga bo'lgan pozitsiyadagi bu o'zgarishga 3 muhim ish töhfa qo'shdi. 2019-yili Xitoy Hong Kongning bir davlatda ikki xil tuzumini buzgan. Hong Kongning adliya mustaqilligi va fikr erkinligiga ziyon yetkazgan qilmishiga qarshi Hong Kongda elib borgan million kishilik namoyish. 2020-yili Xitoy virusining dunyoga tarqalishi. 2021-yili keng ko'lamda oshkorlangan Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik. Bu 3 voqea Xitoyning bir vaqtda 3 o'lchamda erkin dunyoga cheqilganligiga vakillik qiladi. Xalqaro va'daga osilik qilish, dunyo iqtisodiga sog'an tahdid, insoniy huquqni dafsanda qilish, Xitoy dunyo savdosiga kirgandan buyon dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qarata portilgan noroziliklar 2019-yili portildi hamda tez suratda yamrab ketdi. Xitoy dunyo savdo tashkilotiga kirishdan burun ikki cho'ng umumyuzlik islohot elib berib, dunyoga zo'r umid ato qildi. Birinchi 1980-yili Xalq kommunistsi degan hozirgi zamon qulchilik tuzumini tarqitib etdi. Shuning bilan dehqonlar aktivligining zo'rayishi, yezi egilik mahsulotlarining miqdori zo'r darajada eshishiga 300 milliondan ortiq dehqonning yezi egilikdan ayrilib, shaharga kirib ishlamchilik qilishiga erishdi. Ikkinchi 1990-yillarda 500 cho'ng tipdagi davlat korxonasini saqlab qolgandan boshqa 500 ming o'tira kichik tipdagi davlat korxonasini xususlashtirib, shahar rayonining zo'r miqdordagi ishlab chiqarish omillarini ozod qildi. Xitoy Dunyo savdo tashkilotining a'zosi bo'lgandan keyin dunyo Xitoyga bir taraflama echib etish siyosatini qo'llandi. Bu Xitoyni dunyo bozorining yetakchiligida Xitoyga kirib kelgan xalqaro kapital bilan birlashtirib, dunyo ish taqsimoti sistemasiga qatnashib, Xitoyni tez suratda dunyo zavodiga aylantirdi. G'arbning shu davrdagi ko'z qarashida, agar Xitoy 15 yil ichida bozorlashtirish islohotini talto'kis tamomlasa, butun dunyo uchun yaxshi ish bo'ladi. Ham Xitoyda siyosiy islohotni tabiiy yetildirdi. Bu sababdan Amerika va G'arb Xitoyga 15 yillik eng manfaatdor davlat munosabatini berdi. Lekin dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin Xitoy umumyuzlik islohot tadbirini yo'lga solmadi. Yaqinqi 10 yilda Xitoy hamma ishning partiyaning mutlaq rahbarligi ostida bo'lish kerakligini texmi aniq o'ttirg'i qo'ydi. Taraqqiy qilgan demokratik davlatlar aldanganligini his qildi va Xitoyni ma'lum jihatda qo'rishovga elishni boshladi. Shunga Amerika, Yevropa, Yaponiya qatorliq taraqqiy topgan davlatlar Xitoyga bergan 15 yil eng manfaatdor davlat munosabati muddati to'shqan 2016-yildan boshlab bayonot e'lon qilib, Xitoyning dunyo erkin bozoriga buzg'unchilik qilgan qilmishini inkor qilishga boshladi. Buning bilan Xitoyga bo'lgan 3-chi qorshov boshlanib ketdi va davomlashyapti. Bu qorshov qanchalik vaqt davomlashadi va keskinligi qanchalik darajada bo'ladi, mutaxassislar texnik aniqlama bera olmadi.